Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun juda ham qiziqarli va sun'iy intellekt orqali siz ham tayyorlashingiz mumkin bo'lgan yo'nalishi tahlilini qilamiz. Videoni oxirida esa qaysi sun'iy intellektlar orqali bunaqa kontentlarni qilish mumkinligini va qancha chiqim ketishini ham tushuntirib ketaman. Qanaqa chiqim deyishingiz mumkin. Albatta sun'iy intellektlar hozirgi paytda tekinga ishlamaydi. Yaxshi sifatli kontent qilaman desangiz, albatta obuna sotib olishingiz kerak. Ammo yaxshi foydalana olsangiz, obunani kamida 10 barobar qilib daromadga qo'shib chiqarib olishingiz ham mumkin. Xullas, videoni oxirigacha tomosha qilamiz, like bosamiz va obuna bo'lamiz. Biz esa boshladik. Kanalning nomi Helix2. Xohlasanglar YouTube'dan qidirib ko'rishingiz mumkin. Oxirgi 28 kunda 20 dona umumiy video joylagan va umumiy 60 millionga yaqin prosmotr yiqqan. Oxirgi 28 kunda e'tibor beringlar, 140 mingdan ziyod obunachi ham to'plab bo'lgan bu kanal. Va taxminan daromadi $588 dan $2400 shu oralig'ida, taxminan albatta. Va oxirgi 3 oydagi statistikasini ko'rishingiz mumkin shunaqa, lekin men o'ylaymanki bu kanal ochilganiga hali ko'p bo'lmagan. Demak, kanalni o'zini ham endi tomosha qilamiz sizlar bilan. Kanalni holati shunaqa. Boyagina bu kanal video yukladi. Mana prosmotrdan ham bilib olishingiz mumkin. 1100 prosmotr turibdi. Taxminan yarim soatcha bo'lyapti video yuklaganiga va eng mashhur videolarga o'tib hozir tekshiramiz. Eng zo'ri 13 million, 12 million, 9 million atrofida ekan. Bunaqa kontentlarni o'zi nima mohiyati borligini hozir ko'rib olasizlar. Videoning ustiga bosaman. How long can your body last without sleeping? Qisqasi o'rtoqlar, bu yerda inson organizmiga taalluqli bo'lgan gaplar ketyapti. Masalan, sizda nima ish qilsangiz qanaqa o'zgarishlar bo'ladi yoki umuman qaysi kunda qanaqa natijalar bo'lishi mumkinligini nimadir qilsangiz ko'rsatib berilyapti. Qisqasi, qiziqarli va odamga yoqadigan kontent bu. Umuman olganda, masalan, ingliz tilini zo'r bilganimda men o'zim ham maza qilib tomosha qilgan bo'lardim. Xo'p, mana hattoki kommentariyada 10 mingdan ziyod odamlar komment yozganidan ham bilib olishingiz mumkin. Bu 13 million prosmotr uchun juda zo'r, juda ham aktivniy bo'lgan holat. Demak, boshqa narsalarga o'tamiz. Xo'p, kanalni ko'rganingizdek shorts kanal bu. Hech qanaqa uzun video emas, lekin men o'ylab turibman, buni uzun versiyasini ham tez orada o'zim o'ylab topaman. Ya'ni shortsga nisbatan uzun video qilib ko'tarishga harakat qilaman, ammo uzun videodan ko'ra shorts tezroq ko'tariladi. Mabodo qilmoqchi bo'lsanglar, birinchi shortsdan boshlashni maslahat bergan bo'lardim. Xo'p, kanalda eng qizig'i qachon ochilganligini sizlar bilan ko'ramiz. 2016-yil 5-sentyabrda ekan, lekin video qo'yilayotganiga hali ko'p bo'lgani yo'q. Ishonchim komil. Buni aniqlashtirishimiz mumkin. Oxirgi videosini hozir kirib ko'ramiz. Kommentlardan o'zi bilinadi. Hamma kommentlar 3 hafta oldin yozilgan. Demak, kanal 3 hafta oldin nima desa bo'ladi, ijodni boshlagan ekan. Hali 1 oy ham bo'lgani yo'q o'rtoqlar. Hali 1 oy ham bo'lgani yo'q. Endigina ijodni boshlagan yangi kanal bu. Qoyil, ochig'i ko'rdim, qiziqdim, shu narsani ommaga taqdim etmasam bo'lmaydi degan xayol keldi menga. O'zimga ham juda ham yoqdi va shu kontentni albatta nasib qilsa qilaman. Maslahatim, qo'lingizdan kelsa, sarmoya kirita olsanglar sun'iy intellektlarga sizlar ham qilinglar, maza qilib ishlaysizlar. Muhimi sifatli, juda ham maza qilib ishlanadigan nishalar bular. Xo'p, endi asosiy qismiga keldik. Bu nima ekanligini bilib oldinglar. Qisqasi, ham o'zingizlar kirib mana bu Helix2 deb yozsanglar ko'rib olishingiz mumkin. Endi esa qanaqa sun'iy intellektlar bilan bu kontentni tayyorlash mumkinligini sizlarga aytaman. Xullas, mana bu akkauntga o'tib olaylik, plyusni bosaman va o'zimni oynam ochiladi. Demak, men o'zi ishlatadigan asosiy sun'iy intellektlarim bular. Aynan shu videolarga mos bo'lgan. Birinchi o'rinda sizlarga ChatGPT kerak bo'ladi. Kerak bo'lganda ham kamida Go obunasini sotib olinglar $5 ga. Chunki tekinida bemalol ishlab bo'lmaydi va cheklovlar ko'p. $5 ga ChatGPT ketdi. Keyin Eleven Labs sotib olishingiz kerak. Aynan shorts videolar uchun 1 oylik kontent tayyorlashingizga, xo'p, taxminan
5-6 dollarlik versiyasi yetib ortadi. Mabodo juda ham ko'proq kontent qilaman desangiz, 11 dollarligi ham bor. Uni sotib olishingiz mumkin, ixtiyorga bog'liq. Gemini kerak bo'ladi. Demak, bizda ChatGPT, Eleven Labs va Gemini. Bu Nano Banana Pro uchun qilingan narsa. Masalan, men o'zim rasm tayyorlayman har xil nishalarda. Aynan shu mana bu skeletlarning rasmini ham siz aynan Gemini'da kirib turib Nano Bananadan foydalangan holatda tayyorlaysiz. Gemini adashmasam hozirgi paytda 19 dollarmi, 10 dollarmi, qisqasi shu atrofda, shu oraliqda. Uni ham har xil tariflari bor. Buni ham sotib olishingiz kerak bo'ladi. Mabodo tekinini bilaman, tekinini ishlata olaman desanglar, mayli, omadinglarni bersin. Men esa cheklovsiz bemalol ishlatishga tarafdorman. Keyin Hagen kerak bo'ladi. Bu animatsiya uchun aniq qilingan sun'iy intellekt, ya'ni rasm tayyorlaysizlar va uni animatsiya qilish uchun Hagendan foydalanasizlar. Hagenning narxi 29 dollar atrofida. Ha, aynan 29 dollar. O'zim sotib olganman. Xohlasanglar kirib ko'rsatishim mumkin. Qanaqa videolar tayyorlayapman hozirgi kunda. Xo'p, ozginagina kutamiz kirib olguncha. Qisqasi, sizlarga ChatGPT kerak bo'lyapti va Eleven Labs kerak bo'lyapti ovozlashtirish uchun kontentinglarni ingliz tilida va Gemini kerak bo'lyapti rasm tayyorlashinglar uchun va Hagen animatsiya uchun kerak bo'lyapti. Bitta sotib olsanglar faqatgina shu nishani o'zi bilan ishlamaysizlar va bundan-da ko'proq nisha bilan sizlarda ishlash imkoniyatinglar bo'ladi. Ya'ni bitta nisha bilan to'xtab qolmaysizlar. Hozir menimcha internetimda ozgina muammo bo'lyapti. Ozroq kutamiz. Mabodo kirmasa chiqib ketaveramiz, mayli. Internet doimgidek zo'r. Hop, 3-4 gacha sanayman. Qani 1, 2, 3 deganda kirib ketdi. Mana o'rtoqlar, men mana bu nishada ishlayapman hozirgi paytda. Hop, aynan shu nishada ishlayapman. Xohlasanglar mana ko'ramiz videoni ham. Qayta ochyapti shekilli. Buni megabayt sal tiniq versiyada bo'lgani uchun ko'proq, shunga ozgina vaqt oladi. Thank you for listening to me. Every old man carries things inside his heart that he wishes he could tell someone. When he finally shares his pain, his soul feels lighter. Today, I felt that. Maybe we will meet again. Maybe we will talk again. Xullas, qariyalar yo'nalishi bu juda ham qiziqarli yo'nalish va RPM yuqori bo'lganda ham normalligini yuqori. Shu nishada ishlayapman. Qisqasi, hali videolarimiz tayyor bo'lib ulgurganicha yo'q. Men olganda nima desa bo'ladi? Ichqorilar kirib qidirib yotmanglar demoqchiman, baribir ilojini qila olmaysizlar. Xullas, endi qaytaman. O'zimizning mavzuga qaytaman. Shunaqa videolar tayyorlash bo'yicha mabodo darslik chiqarishni xohlasanglar, shu nishada sizlarga darslik kerak bo'lsa, albatta darslik qilaman. Ya'ni noldan qanaqa qilib bu sun'iy intellektlar orqali aynan shunga o'xshash nishalarni tayyorlashni o'rgatib chiqishim mumkin sizlarga va buni uzun versiyasi bor, long. Aynan shuni ham sizlar bilan tayyorlashni o'rganamiz. Buning uchun nima qilasizlar aytaymi? Xo'p, hozir aytaman. Qisqasi, obunalar bo'limiga o'tamiz. Islom Yoqubov kanali bor. Bilasizlar, mana bu yerda YouTube markazi degan havola qo'yib qo'yganman. YouTube markazining ustiga bitta bossanglar, Telegram kanaliga to'g'ridan to'g'ri olib o'tib ketadi. Hozir ko'rasizlar. Ustiga bitta bosasizlar va mana bu kanalga o'tib qolasizlar o'rtoqlar. Mana hozir men tashab qo'yganman. Qiziqmi deganman. Odamlar qiziqish bildirsa, demak darsligini ham chiqaraman. Bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi, ammo tekin bo'lmaydi 100%. Bunga aniq garantiya bera olaman, sababi o'z-o'zidan tayyor bo'lib qolmaydi bunaqa kontentlar. Qo'shilmoqchi bo'lsanglar Telegram kanalimizga shunchaki havola ustiga bosib kiringlar, hozir men kirganimdek, yoki umuman YouTube markazi deb Telegramga qidiruv berishingiz ham mumkin.
va men bilan bog'lanib gaplashmoqchi bo'lsanglar har xil xizmatlar bo'yichami yo YouTube bo'yichami aynan shu email menejerga murojaat qilasizlar. Shaxsan o'zim sizlarga yozaman. Agar YouTube bo'yicha xizmatlar kerak bo'lsa 490 ming evaziga butun boshli YouTube'dagi faoliyatinglarni sarmoyalab qo'yishinglar mumkin. Ya'ni bitta sotib olganda ham biz yopiq kanalimizga obuna bo'lasizlar va Amerika nishasi bo'yicha kanal ochtirishinglar mumkin. Monetizatsiyaga ariza tashlatishinglar mumkin. AdSense, soliq ma'lumotlari, Amerikadan pin kod chaqirtirish, bankdan pul yechish, doimiy kanal analizi, shaxsiy telefon orqali suhbat, apellyatsiya, bularning hammasi bo'ladi. Ya'ni nima kerak bo'lsa hammasi bor. Siz shunchaki kanal yuritsangiz bo'ldi. Mabodo salgina qimmatli qilar ekan menga desangiz, kanal ochib berish, sozlash, raqam bilan tasdiqlash va yopiq kanalimizga obuna va eng asosiysi 3 oy davomida sizga mentor biriktiriladi va sizga yordam berib turadi. Mana shu xizmatni ham sotib olishinglar mumkin. Men o'zim shaxsan yordam berib turaman. Narxi esa 270 ming so'm. Yoki faqatgina yopiq kanalimizni o'zini sotib olishinglar mumkin. Bu yerda 9 ta yo'nalishi darsligi bor. 95 ming so'm evaziga buni olasizlar. Qisqasi shunaqa, agar kerak bo'lsa email menejerga murojaat qilinglar. Telegram kanalimizni manzili YouTube kanalimni bio qismida yoki aynan sizlar shu videoni ko'ryapsizlar-ku, shuni tavsifida, ya'ni opisaniyasida yoki kommentariyasida bo'ladi. Havola, kiringlar, qo'shilinglar, tanishib chiqinglar. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz. Agarda darslik kerak bo'lsa, kommentga albatta fikringlarni yozib qoldirsanglar, inobatga olaman va chiqaraman. Bunaqa nishalar o'z-o'zidan yo'qolib qoladigan nisha emas, odamlarga kerakli bo'lgan nisha bo'lgani uchun doimiy faoliyatda bo'ladi va prosmotrlar hech ham tugab qolmaydi. Sizning ideyalaringiz yaxshi bo'lib tursa bo'ldi. O'rtoqlar, xayrlashamiz shu joyda. Hammaga omad.